sud fototexnika to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bizda asosan raqamli fotosuratlar bilan ishlaymiz. Bu raqamli fotosuratlarning qaysi jihatlari? Ya'ni raqamli fotosuratda montaj mavjudmi? Qachon yaratilgan? Qaysi kompyuterda yaratilgan? Kim tomonidan yaratilgan? Ya'ni qaysi производитель tomonidan yaratilgan? O'sha jihatlariga e'tibor beramiz. Bu fototexnikani ochishimizdan asosiy maqsad fuqarolarning ko'plab talablari yuzasidan bu tadqiqot turini joriy qildik. Hozirgi kunda markazimizda raqamli fotosuratda o'zgartirish kiritilmagan, shaxslarga manipulyatsiya ishlatilgan yoki ishlatilmaganligi yuzasidan tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Bizning asosiy obyektimiz sifatida raqamli fotosurat, raqamli fotosuratni olish uchun qo'llaniladigan mobil aloqa vositalari, fotosuratlar, ya'ni fotoapparatlar, hozirgi kunda keng tarqalganlari bu mobil aloqa vositalari. Bunda biz nimasini tekshiramiz? Uning meta ma'lumotlarini, ya'ni qaysi qurilmada yaratilgan, qachon yaratilgan, qurilmani modeli, qaysi kodekda, qancha uzoqlikda, qancha masofada yaratilganligi yuzasidan tadqiqotlar olib boramiz. Bunga fuqarolarning murojaatlariga asosan mutaxassis fikrlari beramiz. To'lov shartnoma asosida tergov organlari, masalan, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudning ajrimi asosida yoki advokatlik so'roviga asosan biz xulosalar taqdim qilamiz.